Dekorativniy bo'lib, pushti chiroyli rangi burkanadi. Uni yana bitta eng muhim tarafi issiq o'lkalarda bizning regionda klimatiga nimaga mos tushadi? Barglari juda ham katta-katta bo'ladi, hattoki bu o'zini o'sha yaxshi bir anaqani olgandan keyin tangachalik ham quyosh soyasini, quyosh nuri tushmaydi. Shu darajada shaharning salqinligini, mo'tadilligini ushlab qoladi. Yana bir muhim tarafi, buni hali biz mebel deymiz, mebel jihozlar ishlab chiqarishga ham keyinchalik ishlatsa bo'ladi. Bu har tarafi juda ham bir foydali hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasidan Qirg'izistonga berilayotgan 10 ming dona Pavlonia yo'lsa tut darag'ining hujjatlari mana shu avtobusna yuk unasi bilan hozir Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasındagi Do'stlik o'tkazma bekatidan o'zdan chiqadi. Andijon viloyatidan Qadrdon shahriga 10 ming dona Pavlonia daraxtlari deb o'zbekcha yozib qo'yilgan. Bir fırladığında bakalım mı? Sonra şu холодильник'en mi? Nasıl? Andijan oblasından bizge o'sha Osh shahrida belek retinde geldi. Nasıl? Aziz gubernator o'zi bosh bo'lib delegatsiya bilan kelib o'tiradi. Osh shahrida shu Osh shahrida Jashil shaharga aylantiramiz degan yaxshi maqsadimiz bor. Almaz Shembekovning demilgesi bilan hozir shu Xudoy buyursa 11 ming tub keldi. Xudo xolasa shu kelayotgan subota kuni şahardiklar büyük barın çakırıp bir günde 11 ming Xudoy buyursa egel degan maqsad qo'yamiz. Hozir bizga aziz do'stimiz atayin delegatsiya boshchisi bo'lib Andijon oblasining gubernatori atынан kelib o'tiradi. Ana so'z sizga beradi. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum bizni aziz qo'shnilarimiz, qardosh og'alarimiz, inilarimiz. Bizga mana bu shahar hokimiyati bir yaxshi tashabbus bilan chiqib, biz Andijon viloyatiga mehmonga borishganda, biz o'sha shaharimizni hamda markaziy ko'chalarda, tumanlarimizda yo'lda ikki bo'yi Pavlonia ekilgan, bahor oyida gullaganda juda ham chiroyli gullaydi. Baglari katta bo'lib, tez o'sadi, suv ko'p kerak emas. Juda ham bir dekorativ daraxt hisoblanadi. Shunga bir biz ham qo'shni shuni eksak degan bir yaxshi tashabbus bilan chiqishgan edi. Mana bizni viloyat hokimligi, bevosita viloyat hokimimiz shu chaqiriqqa labba edib, bugungi kunda mana xudo xolisa 11 ming Pavlonia daraxtlarimiz keldi. Buni mana bizga shanba kuni butun xalq birgalashib, hashar qilib, hamma shaharga shuni ekamiz. O'sha bir bu shahrini o'zi yashil shahar, yanada yashilligini saqlab qolish, hozirgi kundagi eng bir aktual ekologik muammolarni bartaraf qilishda bu daraxtlar o'rni kattaligini biz ham chuqur his qilgan holda biz ham chetda turmasdan qardosh xalqimizga biz ham labba edib mana bugun keldik. Xudo xolasa mana shu daraxtlar u shaharning ko'rkiga yanada ko'p qo'shsa, odamlar bundan bir dam olsa, bir soya salqinida o'tirib hordiq chiqarsa, bu ham bizni katta bir maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Bundan keyin ham biz mana shu qardosh xalqimiz bilan qirg'iz xalqi bilan qanaqangi birgalikda loyihalarimiz bo'lsa, biz doim tayyormiz. Ijtimoiy hozirgi kunda ham mana ijtimoiy iqtisodiy sohada, madaniy, humanitar sohalarda ham juda ko'p aloqalar qilyapmiz. Boya ham aytdik, o'tgan oy mana sport komiteti kelib ketdi shahar, ular bilan memorandum imzoladik. Musobaqalar o'tkazishni boshladik. Mana Navro'z bayramida biz katta tayyorgarlik qilyapmiz. Xudo xolasa unga ham sizlarni chaqiramiz. Birgalikda yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Bir-birimizni qo'ni-qo'shnichiligimiz, aka-ukachiligimiz hech qachon yo'qolmasin. Mana shunaqangi yaxshi loyihalarda biz ham yoninglarda turib, birga yangi keyingisini Andijonda o'tkazaylik. Bular ishlarimiz bardavom bo'lsin. Mana shu yaxshi bir o'shi, yana ham bir yaxshi kunlariga shu daraxtlar ham uzoq yillar guvoh bo'lib qolsin. Rahmat. Aziz Qadirovich, sizga cho'ng rahmat. Shu o'sharning elin atынан, o'shar meriyasi atынан shunday bayaqi alысqы туғаннан жақын қоңшы артық дейді. Шүрді қоңшы болып, бардайым қарым қатынашымыз күтей берсін. Шул дарақтар шул Ош шаарынын чындап елінде солына пайдалы болсын. Шул дарақтар шул екі елден
достугун бекемдеген бир дарактар, себепкер дарактардан болсун. Рахмат. Анда азыр аксакалдар бир чогуу ээп койсок, бир 15 жыл, жүрүңүздөр мына жака караңыздар. Ece bir kaç tras var? Bu Ece. Az koyup, az nagriş, ketken darактар. Dostluğun daraq olsun, he? Uzun olsun. Daraqtardağı Allah Teala tasvir aytat deydi, he? Anda yetip koyuyor. Yok, bunda koyuyor. Ақсақалыбыз Қарман Бекқат өзі. Ең hurmatlı ақсақалыбыз. Ортаңғы çalıştıgan, he? Ақсақалдарга жақсы бата кылайлы, ha? Жақсы да мына ламинанттар, мысалы, ошол эле паркетный полдорду чарчып аткандан андан сырткары мунун гүлдөгөн мезгилинде декоративдүүлүгү жогору. Бул да өтө көп түрлөрү бар. Мына бизге Өзбекстандан келип аткан көчөттүн азыр ушул декоративдүүлүк көбүнчө гүл берген, көрп берген жагынан жогору деп айтып атат коллегалар. Эми буюрса мына жерге бүгүн 11.000 дана келди. Алдыга ачык түбүнө 15 түп отургузуп басат. 6-күнү ишемби күнү толук түрдө Кудайлай буюрса шаарга отургузуп бүтөбүз. Demek 38 türü var ha hazır şarda. Жок, шаарда өз дез бизде дарактын 38 түрү бар, лиственничи. Ал эми хвойныйдын 18 түрү бар. Мына Павловния келди, эми ошо менен түр күндү көбөйтөт да, 40га жакын түр болот. Буюрса жаңы түр деп отургузулат, мына жаңы шорты деп гүлдөгөн. Буга чейин бизде Павловния 2 түрү болгон, бул мунун 3-үнчү түрү болуп кошулат бизге. Негизи ыңгайлуу эле болот. Ыңгайлуу ооба. Эми 7 жылда жетилет дейт, мисалы биздин дарактар 7 жылда жетилбейт, мисалы аккайын, мисалы каштан болсо 20 жылда жетилет. Аккайын 15 жылда, бул аларга караганда тез жетилүү эмеси, вегетациялык периоду ылдамда тез жетилет. Өзүңүз тааныштырып коюң, атыңыз. Өзүм Бөжөк Фаржыбек Аслыбеков, көрттөндүрүү ишканасында башка агроном болуп иштейм. Бөжөк. Бөжөк.